Assalomu alaykum bolalar. Bular sizlar bilan Suxor Muldirov. Bugun balansimizni 40 ming so'mga to'ldirib oldik. Qani ko'ramiz, bugun 40 ming so'mga qancha yuz chiqarib ketamiz ekan. Agar sizlar balans to'ldirmoqchi bo'lsalaring, bizda mana meni promo kodimdan agar foydalansalaring, sizlarga 20% masalan qo'shib beradi. Masalan, hozir mana 200 ming so'mga 1277 beradigan bo'lsa, sizlar Suxor promo kodini ishlatsalaring, sizlarga 1,5 ming yuzi mana qo'shib olishlaring mumkin. Hop, endi biz mana open case'ni boshlaymiz. Mana 59 lik case'dan boshlaymiz mana. Talik ochib ko'raylik. Bizga 24 berdi. Yana talik ochib ko'ramiz. O'ttiz yetti berdi mana. Yana bitta ochamiz va boshqa case ochib ko'ramiz keyin. Bu case mana hozir bizga yaxshi bermayapti. Keyin 99 talikdan ochib ko'ramiz, yangi yil daraxtidan, kichik hafta ketdik. Kam 50 berdi. Ketdi mana, yana bitta ochib ko'ramiz. Bu case ham yedirdi mana. Endi boshqa case'larni ochib ko'ramiz. 75 talik case'ni ochib ko'raylikchi. Berdi bu ham. Yana bitta ochib ko'ramiz. Ya 32 berdi. Ruhiy sho'rvadan yana bitta ochib ko'ramiz. Shu bilan balans ham tugab qoldi. Yedirdi shunday qilib. Hammasini tikib bizda 113 pul qo'yim bo'pti. Buni olib qo'yamiz. Yana case ochamiz qani. Endi balki omadimiz kelib qolishi mumkin. 99 talik qo'y afsonasini ochib ko'raylikchi. Yuqori hafta ketdik mana. Yana yedirdi mana. Bu yerda ko'rishlari mumkin, har xil o'yinlar bor. Bu yerda bemalol o'ynashlari mumkin. $227 pul qo'yim bo'ldi mana. Yana ozgina balans qaytib keldi. Ko'rishlari mumkin. Kommentariyaga yozib ketinglar, qanaqa case ochishimizni keyingi videoda albatta ochib ko'raman. 83 lik manta ochib ko'ramiz, qani. Kichik hafta ketdi.
ozgina yetmay qoldi-da. Yana bitta. Mana shu 805lik tushishi mumkin edi. Yaxshi, 170 dollar. Zo'r. Yana bu yerdan chiqamiz. O'chirib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. 99lik aniqlangan dublondan ochib ko'raylikchi. Internet ozgina yaxshi ishlamayapti hozir. Yo'q, 9 yedirdi. Mana kichik hafta ochamiz endi. Yaxshi. Yana bitta ochaylikchi, keyin boshqa eshikka o'tamiz. Yo'q, 50 yedirdi mana, ko'rishlar mumkin. Boshqa eshikka o'tamiz endi. Endi 139lik oltin moqadan ochib ko'ramiz. Qani bitta ketdi o'ta tarafda. Yaxshi, 187. Qani yana bitta ochib ko'ramiz. Avem 142lik. Kichik hafta bitta ochib ko'ramiz. Yo'q, endi yedirdi mana, ko'rishlar mumkin. Endi chiqamiz bu yerdan. Qori bobo ustaxonasidan bitta ochib ko'ramiz. Qani o'rtacha hafta ketdi. Yo'q, bu ham yedirdi, normalni yedirdi bu ham. Ruhiy sho'rvadan ochib ko'raylikchi qani. Ikkitalik ketdi mana. Yaxshi, normalniy bo'ladi. Yana ketdi ikkitalik. Yo'q, yedirdim endi. Ikkitalik ketadi ekan. Bo'ladi. Yana ikkita. Shu menimcha balansni qaytarib berdi, adashmasam. Yo'q, 6 pul ko'ngil zarar. Minus. Mana bittalik tez ochish. Minus. Bo'ladi, normalniy. Yana minus. Yana minus. Hammasini tikamiz bu yog'iga. O'ta go'zal farqi, o'ta go'zal 334 bitcoin qaytib keldi mana, ko'rishingiz mumkin. Ketdi, to'g'ri ovozda. Yo'q,
Bu ham yedirdi yana. O'rtacha hafta ketdi. Ozgina internet yaxshi ishlamayapti hozir. Yana yediribdi shunday qilib. Bizda 149 bitcoin bor, mana ko'rishingiz mumkin. 10 talik keysni ochamiz bunday. Katta riskga qo'yib 10 talik ketdi mana. Bu ham yedirdi mana. Yana minus. Beshtalik. Yana minus. Va yana minus. Hammasini sapyorga tikib ko'ramiz. Qani endi omadimiz kelarmikan? Taktika qilib ko'ramiz demoqchi edim, afsuski kuydi. Shu bilan bugungi videomiz tamom. Xayr bo'lsin, salomat bo'linglar.